2 xona 51 ming dollar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Manzil keladigan bo'lsa, Sergeli 6A da joylashgan. Shunda 6A'ning yuragida mana havasni yonida uylar bo'ladi. 7 qavatli binoni 7-qavatli 2 xona 49 kvadrat metr kirib yashashga tayyor, oynalar reshotka qilingan, faqat naqdga sotiladi. Uyimizning narxi 51 ming dollar, 90% jihozi qoladi. Uy ko'ramiz. Hop, kirib olgan bo'lsa, bu koridorimiz, kiraverishda 10 qo'lda sanuzel bo'lyapti. Tak sanuzelimiz okalar narxiga juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Bu mana kuxnyamiz. Kuxnyadan hamma narsa qovatni pastda bitta mana shu kullar chiqib ketyapti. Kullar chiqib ketyapti. Keyin bu mana mehmonxonamiz, mana shu gilam menimcha esdalayotgan olib chiqib ketaman deyaptilar. 99% jihozlari o'zining joyida qolyapti. Bu mehmonxonamiz va kiraverishda bu yoqda mana kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasida ikkita detskiy kravat bor. O'sha narsani olib chiqib ketishadi. Bolalarniki ekan, qolgan narsalari qoladi. Tashqarida visyachi balkon bor. Birga 3 visyachi balkoni bo'ladi. Uyimiz 49 kvadrat metr, 7 qavatli binoni 7-qavati faqat naqdga sotiladi. Narxi 51 ming dollar. Bitta like bosib uy qidirib olganlar jo'natib qo'yadi. Narxiga juda ham yaxshi. Hammaga rahmat.